Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyamızda başlayımız. Leksiye de Sadaka Ruzi Washington'dan sözleyimiz. Leksiyanın birinci mavzusu mındak. Amerika Cumhuriyeti diplomatları robot tutuştu. Oyun tehi aldığımızda. Mavzulu haber 2. ayının 18. günü Dobit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhuriyet Taşkı İşler Ministerliği'nin Ministeri Wang Yi 2017 yıllık en mühim ziyaretini başladı. Bu çünkü Amerika Cumhuriyeti diplomatlarının tuncu kıtım roboro uçuruşu. 2. ayının 17. günü Ministeri Wang Yi Germaniyada Amerika'nın yeni tayinlengen devlet işler katibi Rex Tillerson bilen tuncu kıtım uçuruştu. Minister Wang Yi birinci bulup mındak dedi. Amerika Cumhuriyeti münasebetinin Prezident Trump vazifet etaydigan mezgilde zor terakkiyatlarga erişishini kapolatga ega qilishimiz lazım. Ministerning bu so'zi hem diplomatiya iborasi hem umid yo'shirgan so'z edi deb ko'rsatdi xabarda. Ikkinchi jumlada minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf bir Cumhuriyet siyasetini turishda davomlashtirganligini aniq ko'rsatdi. İki devlet rahbarlari Cumhuriyet bilan Amerika yaxshi hamrohlardan bo'la oladi deb hisobladi. Yangi boshlanish nuqtasi ikki davlat munosabati taraqqiyotini ilgari surishimiz lozim. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson mundaq javob qaytardi. Amerika Cumhuriyeti münasebetini belgilaydigan narsa faqatla do'stonilik. Devlet işler katibi Tillerson'un ikinci cümle sözü mundaq oldu. Amerika taraf bir Cumhuriyet siyasetini qaytishar ilidir. Bu iki devlet münasebetigi mühim bulupla kalmasdan rayonning muqimligi ve taraqqiyotiga foydali. Minister Wang Yi ve devlet işler katibi Tillerson birinci qatam uchrashganda Xinhuaning tarqatgan xabariga asoslanganda İki taraf Çavuşen yerim arlı yadro kuralları meselesi bo'yicha fikir almoqda. Amerika Cumhuriyeti diplomatları roboro uchrashdi. O'yin tehi aldığımızda değildi xabarda. Xabarning 3. bölümü mundaq başlandı. Matbuotlarning xabariga asoslangan minister Wang Yi'ning bu qatim Germaniyaga berib 20 davlat diplomatlarining yig'iniga qatnashadigan vaqti yo'q edi. Çünkü 2. ayının 17. günü Reis Xi Jinping bir qatımlıq devlet bexatarligi söhbət yığını çaqıratdı. Xinhuaning axbaratıga asoslangan devlet mahkemesi a'zosi Saqchi ministerligining ministeri Guo Xinkun, Tashqi ishlar ministerligi partikomining sekretari, muavin tashqi ishlar ministeri Zhang Yisui, Hubei o'lkalik partikomining sekretari Zhang Chaoliang, Şinjan Uyghur Abnum rayonunun partikomining sekretari Qin Chuangu qatorliq 4 nafar kishi davlat bexatarligi suhbat yig'inida nutq so'zladi. Diqqat vatandoshim. Buning ichidagi Hubeining sekretarini chetga qayirib qo'ysangiz, Saqchi ministerligining ministeri Guo Xinkun, Tashqi ishlar ministerligining muavin ministeri Zhang Yisui, undan keyin Şinjan Uyghur Abnum rayonining sekretari Qin Chuangu, Reis Xi Jinping bu 4 kişi devlet bexatarlik yığın açtı. Bu söz esingizde bo'lsin, hurmatli vatandoshim. Diplomatiya şüphesiz ki devlet bexatarligida eng mühim halqa. Diplomatiya şüphesiz ki devlet bexatarligida eng mühim halqa. Qachondan boshlab sizlar devlet bexatarligini so'zlab kelyapsizlar, Cumhuriyet apandilar qachondan boshlab diplomatiya mühim halqa bo'lib qoldi. Hech qachon devlet bexatarligi yig'ini va chaqiriqlariga deb Tashqi ishlar ministerligi qatnashgan emas edi ya. Tashqi ishlar ministeri sifatida agar xatolashmasam deydi xabar yozuvchi. Suhbat yig'inida nutq so'zlaydigan kishi Zhang Yisui bo'lmasdan balki minister Wang Yi bo'lishi kerak edi. Lekin Amerika Cumhuriyeti diplomatlarının uçuruşu mühim bulup kaldı. Lekin Amerika Cumhuriyeti diplomatlarının uçuruşu mühim bulup kaldı.
Xabarlarga asoslangan minister Wang Yi kun tartibini o'zgartib, Germaniyaga berib, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rekis Tillerson bilan ko'rishdi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi Germaniyaga berib 20 davlat diplomatlari yig'iniga qatnasha olmasligining mumkinligi bu qatamqi davlat bexatarligining suhbat yig'inining qanchalik muhim ekanligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Bu qatam 2 ayning 17-kuni Beijingda chaqirilgan davlat bexatarligi suhbat yig'inining qanchalik muhim ekanligini tashqi ishlar ministri Wang Yi'ning Germaniyaga berish yoki bora olmasligidan iborat orisaldilik qanchalik muhim bo'lganligi va yig'inning suhbat yig'inining qanchalik muhim bo'lganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Xinhua tarqatgan axborot rais Xi Jinping bu qatam davlat bexatarlik suhbat yig'inida nutq so'zlaganda diplomatiyaga aloqador mundaq so'z qildi. Davlatning bexatarlik vaziyati aniq tunib, davlat bexatarligini qo'g'dab, xalqaro tartibning zo'r darajada o'zgarish qonuniyatini ushlash jihatda put tirab turib, xatardan mudofaa ko'rish oldingi shart ostida umumyuzlik planlab, davlatimizning strategik fursat orq ko'rinishi bo'yicha o'rinlashtirishimiz kerak. Dunyo ko'p qutublashdi, iqtisod yer sharlashdi. Xalqaro munosabatlarning demokratiyalashidan iborat cho'ng nishon o'zgarmaydi. Xalqaro jamiyatni yetaklab, texmi adil va muvofiq bo'lgan xalqaro tartib o'rnatishimiz kerak. Demak, rais Xi Jinping adil, muvofiq yangi xalqaro tartib o'rnatishga qadam bosibdi. Uning ustiga dunyoni yetaklabdi. Demak, dunyoga rahbarlik qilish iddasidan texi voz kechmabdi. Buni bu yil Shvetsariyaning Davos yig'inida dunyoga yetakchilik qilish to'g'ri so'zlaganida bu yerda rais Xi Jinping yana takrorlabdi. Demak, mushundaq paytda Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonining sekretari Qin Chuanguo degan odam rais Xi Jinping chaqirgan yig'in qatnashibdi. Davlat bexatarlik xizmatini texmi ko'p kuchaytirib, buyuk strategik fursat mazgilini kapolatga qilishimiz lozim. Xalqaro vaziyat qandoq o'zgarsin, strategik muqimlikni saqlashimiz, strategik ishonchimizni, sabr toqatimizni saqlab, yer shari tafakkuri bo'yicha o'rinlashtirishni ching turib, taraqqiyot va bexatarlikni atrofli planlab, tuvanchilik tafakkuri qilishga ching turib, prinsip bilan taktikaning birligida ching turib, davlat bexatarligini qo'g'daydigan strategik tashabbuskorlikni o'zimizdan qo'lida ching tutishimiz lozim. Bu rais Xi Jinpingning ikki so'ziga diqqat qiling. Biri xalqaro yangi tartib, ikkinchisi dunyoni yetaklab. Tushundingizmi? Bu ikki so'z esingizda bo'lsin, hurmatli vatandoshim. Endiki xabar, Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi kurashchilarni avtomatkalar guruhi Janubiy dengizni chorlashga kirdi. Mavzuli xabar 2 ayning 19-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika dengiz armiyasi kurashchilarni avtomatkalar guruhi Janubiy Jungo dengizi chorlashga boshladi. Musha haftaning 3-kuni Jungo taraf Jungoning bu dengiz rayonidagi egilik huquqiga aralashma deb ogohlantirish chiqargan edi. Amerika dengiz armiyasi mundaq chaqirdi. Bu kurashchilar guruhi, kurashchilarni avtomatkalar guruhi haftaning 6-kuni doimiy chorlashni boshladi. Avtomatkalar guruhi jumladan Nemis belgilik avtomatka va Karl Vinson belgilik avtomatkani o'z ichiga oladi. Amerika harbiy parxodlarining chorlash elib boradigan rayoni talash tartish bo'layotgan rayonlardir. Jungo bu dengiz rayonini tizginlash huquqini izchil qo'g'daydi. Lekin yana ba'zi Sharq Janubiy Osiyo davlatlari bu rayonga egilik huquq talabi qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari kurashchilarni avtomatkalar guruhi chorlashga tayyorlik qilib, Havay va Guam harbiy bazalarida mashq elib borgan edi.